أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hürmetlik savaşdaşlar bugün okumakçı olan dersimiz A'la suresi Mekke'ye tevbe yani Mekke'ye 19 ayet etrafında. Yani her günlük derste tekrarlavatımız Mekke surelerinin karakteri biz ilgili derslerimizde her günü her kıtım sizlerge çöndüğünümüzde iman, itikat, ahlak meseleleri yani kıyamet meseleleri, diriliş meseleleri, anlakin Allah'ın esma sıfat meseleleri, Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğinin ki sıfat meseleleri, Allah'ın kudreti ve vahdaniyeti şu meseleler asaslık merkez kılınıp sözlünüdü. Bugünkü dersimizde şununla okşayan şu mezmunlarını tördep devam kılıdı. Abdur tefsirine başlaştığın ilgili surenin aldıda. Beynedeyiz sura degen tema astıda. Bu sure oturup koymakta olan tema mezmunlar hakkında. Bir bilik çöndürüşten ba'de okup üteyli sabahtaşlar. سورة الأعلى من السور المكية وهي تعالج باختصار المواضيع الآتية. A'la suresi Mekke surelerining qatoridan bo'lib, bu qisqacha qilgan vaqtda tuvandagi masalalarni o'tirg'i qo'yib hal qiladi. Birinchidan, az-zatul aliyya, ya'ni buyuk zot haqida, ya'ni Alloh haqida ve bazı sıfatlar Celle ve Ala Allah Subhanahu ve Taala'nınki bir kısım sıfatları hakkında sözleydi. Ve dalail alal kudret vel vahdaniyye Allah'ın kudreti ve birliğine gösterilgen deliller bu sure hal kılmakta olan birinci tema. İkinciden el-vahy vel Kur'an المنزل على خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وتيسير حفظه عليه. Yani ve peygamberlerin ahirki soğan Muhammed Aleyhisselam'a düşürülgen Kur'an ve şu Kur'an'ı Resulullah'a nispeten yadlaşını kolaylaştırış qatarlıq temalar. Üçüncüden el-mev'izatul hasene elleti yentefi'u biha ehlul kulubul hayye. Üçüncü tema tirik canlılık kalp ilgileri, kalp sahipleri menfaatlanılan güzel veznasiyet ve ehli saadet, ehli iman menfaatlanılan paylanan güzel veznasiyet hakkında sözleydi. Bu süre özüge ağan, süre oturup koymakçı olan asası temalar. Anıga abdur yana sürenin ki temalarının ayrılış ahvallarımızı çöndürüp dağıtıdı. İbteda'at suratul kerime bitanzihillahi celle ve ala الذي خلق فأبدع وصور فأحسن وأخرج العشب والنبات رحمة بالعباد. Sure kerime Allah Subhanahu ve Taala'nı paklaş uluglaş arkalık başlandı. الذي خلق فأبدع. Bu Allah yaratıp kaltıs yaratkan. Bizni çıraylık şekilge keltirip feahsen güzel şekilge keltirgen ve ösümlük o çötlerini bendilerge rahmet kılış yüzünden çıkargan zat. Muşu mezmunların hemmisi Sebbihisme Rabbikel A'la ellezî halaka fesevva vellezî qaddara fehede vellezî ahracel mer'a fecealehu gusâen ahva diyen orunğuca muşu mezmunlar sözden olur. Bu bir ayrılma. İkinci ayrılması bu surenin ki ثُمَّ تَحَدَّسَتْ عَنِ الْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ. Bu sure şundan keyin vahiy ve Kur'an hakkında söz dedi. وَآنَسَتْ الرَّسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem بِالْبِشَارَةِ بِتَحْفِيزِهِ هَذَا الْكِتَابِ الْمَجِيدِ. Anlakin Peygamber Aleyhisselam'a şu Resulullah'ın şu ulu kitabını yad aldırış ve onun Resulullah'a boğan yadlaşını kolaylıklaştırış bilen degen hoş bir şartı bilen Resulullah teselli verdi. Şunu bilen bihays la yansahu ebeden Resulullah onu menge unutmaydıgan bol. Yani unutmaydıgan şekilde hoş bir şart verdi. Bu mezmunla senuqri'uke fela tensa illa ma şa'allah innehu ya'lemul cehre ve ma yakhfa. Digen ayetlerde ve nuyassiruke lil yusra degan yag'icha shu mazmunlarni o'z ichiga olgan. Undan keyingi suraning ayrim mazmunlari "Summa amarat bit-tazkir bi hadha al-Qur'an." Lekin bu sura Peygamber Aleyhisselam'ni mushu Qur'on bilan vaznasiyat qilishga buyurdi. "Allazi yastafidu min nurihi al-mu'minun." Bu Qur'onning nuridan mu'minlar
payda alıdı. Bu Kur'an'ın hidayet bilen muttaqul ve nasihat qabul qılıdı. Davatıdı bu mazmunlarni. Fezekkir in nafa'ati zikra seyezekkeru men yakhsha ve yetecennebuha al-ashqa allazi yasqala an-nar al-kubra. Thumma la yamutu fiha ve la yahya. Diye orumgacha şu mazmunlar tilg'ilingan arlık buludu. En ahırda ve hutimetu sura bi beyan fawz men tahhara nefsehu min az-zunub vel atham ve zekkaha bi salihil a'mal. Andakin sure yana özünün qalblarini, yani özünü günah, cinayetlerden paklap, yaxşı ameller bilen tazılagan kişilerinin nicatlıqını bayan qilishdan ahırlaştı. Bu mazmunlar qad aflaha men tazakka ve zakara isma rabbih fasqalla bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya vel ahiratu khayru ve abqa. İnne hada la fi suhufil ula suhuf İbrahim ve Musa degan ahırgacha bayan qildi, ahırgacha ayet surenin ahırgacha. Şunu bilen sureninki umumiy ayrılmış şekildeki bayan ahırlaştı. Endi Abdur surening temalarini bayon qilib bo'lgandan keyin tafsirga o'tishdan ilgari suredagi bir qism lug'atlarni bizga gapirib o'tyotdi. Davotida g'usa an ahwadagi g'usa ma yuqzafu bihi as-sayl, yoki ma yaqdifu bihi as-sayl ala janib al-wadi min al-hashaish wal-awraq wan-nabatat. G'usa degan odatda sel, ya'ni kelkun suv eqinla jilg'ining ikki tarafiga, ya'ni bir taraflariga atıdığan, çıkırıp koyduğan ot çöp, yopurmak, ösümliklerini olsa, yani zaten normalde ot çöpler dep koyumuz ya, bir östenlerge su kılıdı, bir yerlerge, cılgılarga su kılıdı, sel kılıdı, sel ahturup ip gelgen ot çöplerinin bir kısımlarını uyaklarga çıkırıp koydu, kırgaklarga, girveklerge çıkırıp koydu. Şunu biz adette husa deyimiz. Ahva degeni, huvetin elingan qara degen manada asli huvatning asli ma'nosi qara yoki qarg'imayil bug'doy o'ng degan nima bug'doy o'ng deb deymiz. Qarg'imayil to'prangi holatni adati normalda huva deymiz. Yasla degani yadkhul va yuqasi harraha, do'zaxga kiradi va qizig'liqini tetiydi degan ma'noda. Adati normalda aslaytuhu naran deb qo'yamiz, ya'ni o't aslaytuhu naran desa o'tga qoqladim, o'tni qizitdim degan ma'noda. Asli yana bu yerda ja'altuhu yazuqu harraha deb tarjima qilibdi arabcha, ya'ni uni o'tning qiziqligini tititdim degan gap. Ya'ni bir narsani qoqlab o'tqa ko'ydagili urinish, uni qiynashni asla yusli bo'ladi. Tafsir kelayli sabbihisma robbikal a'la. Sabbihisma oyat payg'ambar alayhisolamga xitob shaklida boshlandi. Sabbih isma robbikal a'la. Ey Muhammad, sen büyük katta Rabbingni kemçillik sifatladin, zalimlar davatqan, Allah subhanahu wa ta'alaga loyiq olmaydigan kemçillik qabihliklardan ulug'la, pak deb bilsin. Kallangda Rabbing shunda bir holatda o'nusun. Yani bu belki muhim noktadan birisi Yahud, Nasaralar yoki boshqa din egalari masalan nauzubillah o'zini bir samaviy dinning agashuvchilari biz degan Tavratga agishimiz, bizga Injil deb agishimiz deb bir da'volarni qilayotgan bo'lsin, ammo ularning qallasida o'rnab ketgan, e'tiqod qilgan bir xil ilohlik tasavvurida masala bor. Xuddi Allohni bandalarga o'xshash tasvirlaydigan, Allah ba'zi ishlarni bilmay qoldi degandek tasavvur. Allah mesela bazı kitaplarda nauzubillah bizning ig'izimizga kelmaydi, hatto Davud alayhisalom bilan chelishib Davud alayhisalom Allohni soldi degandek bir xil iboralar bor. Nauzubillah bu gapni desakmi bizning tilimiz bir xil shirkini duamdi. Ya'ni u xil e'tiqod, ya'ni Allohni xuddi biz atrofimizdagi kishilarni tasavvur qilgandek, insonlarda bo'ladigan kamchiliklar bilan birga qo'shib tasavvur qilish ilgirki din sohiblarininki amaliyotida ko'rilayotgan bir tasavvur o'g'achqa islom dal mushuni eng chin shaklda tutib, musulmonlarning kallasida Alloh degan hukm, iloh tasavvuri chuqur nuqsonsiz, ayibsiz shaklda o'rnishi kerak uchun shu Qur'oni Karimdagi ko'p oyatlarda, ko'p o'rinlarda bizga Allohni poklashni, fasabbih bihamdi robbika vastag'firuhu deganga o'xshash, sabbih isma robbikal a'laga o'xshash, subhanallazi degan iboralarga o'xshash iboralar bilan
Bizning e'tiqodimizda shu xil shaklda o'rnatgan. Mana bu haliqi islomning aqidasi, islomning Alloh tushunchasi, islomning iloh tushunchasi. Yani iloh bizning nazarimizdagi iloh, bizning nazarimizdagi Alloh hamma ayib nuqsonlardan pak. Onun bizga buyurgan buyruqlarining ichida bizga yarashmaydigan hech nima yo'q. Bizga ziyon bo'ladigan hech nima yo'q. Alloh bilmay qilib ba'zi ishlarni bizga buyurgan emas. Bilmay qilib ba'zi ishlarni bizga buyurmagan emas. Nurg'un ahkomlarni topolmaymiz. Alloh bilmay qilib u narsani qo'yib qo'ygan emas. Bugungi kunda yuz beradigan ishlarni bilmay qilib o'tirib ya demek Allah'ını pak deb bilsek etrafımızdaki hiç şey bizge nispeten natunish garip tuyulmaydı. Çünkü Allah hemmini biladi. Hemme işlerde hikmetle iş kılıdı. Bu işler oturup kuyulmadı, bu işler değilmedi, bu bayan kılındı demek bir yerde bir mesele var. Allah'ını biletti o. Deydiğen bir xil tuygu olan mesele bizge nispeten addiyleşiyordu. Yani Allah düşüncesi bizde büyük bir düşünce. Şuna aşka bu surenin 5 lam ne bilen başlandı? Sabbih isme rabbikel a'la bilen başlandı. Hadiste geldi Peygamber aleyhissalatu vesselam muşu ayetini okup Subhane Rabb dis okusa Subhane Rabbiyel a'la deydi. Yani ma ayetinin 5'ida sabbih degan buyruq qo'ygan chiqib, mushuni amal qilib Subhane Rabbiyel a'la deb paklaydi. Ondan keyin Allohning ulug' sifatlarini tilg'aladi Rasululloh, qudratining katta qudratining ko'rinishlarini, Allohning birlik, mukammallikning dalillarini tilg'aladi. Ma Peygamberimizning birinchi buyruq qilib ijro qilishi hisoblanadi. Ondan Allah dedi: "Allazi xalaqa fasawwa." Bu zot yaratdi. Fasawwa degani, fasawwa degani yaratgandimi hammani tel yarattı. Tel yarattı degani inson yaratib qo'yib yeydig'ini uzan tap demedi. Yeydig'ini insonning atrofidagi muhitlarga yaratdi. İnson yaratib qo'yib minishni qulaysizlashib qo'ymadi. Insonni mang'alaydigan qilib yaratdi, yuguradigan qilib yaratdi. İnsonning turmushiga mos shaklda qo'l yaratdi. İnsonning turmushiga mos shaklda ko'z, quloq yaratdi. Qulaysizlik yaratmadi insonga. Savva deganning ma'nosi insonga lozimatlik holatlarning hammani insonda hozirladi degan ma'noda. Ya'ni bütün mahluqotlarning hammani yaratdi, uning yaratishini intayin puxta shakl yaratdi, uning yasalishini badiiy shakl yaratdi, go'zal shakl yaratdi, go'zal hayot yaratdi degan. Bahrda keldi, har narsani yaratdi, fasawwa degani hamma narsani o'ziga yarasha tal yaratdi degani, ya'ni farq keltirdi. Bi hays lam yati mutafawitan degani farqli. Masalan, dunyoda milliard insonlar bor, bularning normal ahvoli biz-bizdan farqli emas. Shakli o'xshamasmi farqli emas-da. Balki puxtuluqda, muhkamlikda mutanasib. Bunun hammasi bularning hammani bilguchi, hikmatli bilan ish qiluvchi zotdan sodir bo'lganligini ifodalash. Inson Odam alayhisolamdan tortib ta qiyomat bo'lgan qadar mushkil shaklda yaratilyapti. Dunyo nurg'un ibtidoiy jamiyatlarni beshini o'tkazdi, taraqqiy qilgan jamiyatlarni beshini o'tkazdi. Nur jamiyatini bugungidagi taraqqiy qilgan 21-asrning beshini o'tkazdi. Insonning yaratilishi İnsanның turqi hech qanday bir zamonga mos kelmagan bir holat shaklini topmadi. Har zamonda inson har zamondagi har shayga mos shaklda yashash holati saqlandi insonda. Hech qachon inson tövbe biz bunda yaratilib qolib ekanmiz. Bugungi kunda bunda taraqqiyotlar bo'ladi. Ma'ning biz toza moslashmay qolib deydigan ahvol ko'rilmadi. Demak, insonning yaratilishi eng go'zal yaratilgan insonga kerakli bo'lgan har shay fasawwa. Allah tel yarattı onu. Hemmini tuluq yarattı. Vallazi qaddara fahada. Yani Allah her şeyde, her nersede onun hususiyetlerini, alahilliklerini, akıl, düşünceler onun yuridigan halette onun da belgiledi. Ve hadal insan ne? Şu şeylerde koygan narsalardan menfaatli şuluğu insanla başlap koydu. Çarvalarını şu şeylerinin otlaklarına başlap koydu. Demek ki Allah tağlarda kümürlerini koydu, insanı ona kızışqa itekledi. Yer astıda neftlerini koydu, insanı kazalaydıgan halatga akab koydu. Daraxtlardan, etraftaki her neslin menfaatlenişini insanda bayqayalaydıgan bir halat yarattı Allah. Bunun hammasi qaddara fahada. Allah her şeyde ma'lum narsalarni belgiledi ve insanı şu narsalarga qana qildi, başladı. Hatta inson dengizning ostiga kirdi, osmonga chiqdi, o'ziga lozimli narsalarning hammani topa oldi. Bunun o'zi ham fahada. Yani insonning o'sha yetib bora olganligi. Law ta'ammalt mesela agar sen o'simliklardagi xususiyat, qonlardagi alohidlik manfaatlarni o'ylansan ve insanning
şu üsümliklerden menfaatlik doğrularını çıkırdıqanlıqı yetilişini, yeteklenişini, kanlarını, mesela mədənlərini, kanlardan çıxarğan rodularını, zəmbirək arıflarını işletiş qatarlıqlar haqqında oylansan, la'alimte hikmetel aliyil qadir, həmməgə qadir büyük olan Allah'ın hikmetini sen şu vaxt bilələysən ki, ellezî levlâ taqdiruhu ve hidayatuhu, bu zatның şunda belgiləşdiri, şu alahidiliklərini, şu baylıqlarını, şu mənfəətlərini belgiləşdiri. Anıkin insanın onunğa boğan başlaşları hidayatuhu degende, insanın şu nəslərini qaşıq apırışları bomboğan bolsa, lekunna biz qarangılıqның, zulmetning qarangılıqlarda tыңırqap ezip yürgen bulattık. Kesairil an'am, başka hayvanlara okşar. Müfessirler davatıdı. Bir yerde mef'ulun bihni taşlif etti. Umumni ifadlaştım. Bunu balagat okuyan her okuyucu bilir. Yani kaddara li kulli mehluk ve hayvan ma yasluhuhu. Yani her mehluk, her hayvanga şunun layık olan. Yani yuslihuhu dese şunun ahvalığı menfaatli kılıdığan, şunu ıslah kılıdığan neslerini belgiledi. Anlakin şu canlılık ne, şu mehluk ne şununla başlayıp koydu ve onunla menfaatli şey olduğunu tunuttu. İnsanga ügen sığlam yiteleydiğen bir xil haletini koydu. Hem ügenmeydiğen hayvanlara nispeten tuğuluşudular onun programımız Allah onu yezevetti. Demek ki qanday şekilde olsun dünyaya yaratılgan, yarışarığı yaratılgan her mehluk üzüge layık revişte micaz karakterlerini, üzüge layık revişte melumatlarını igelleyeleydiğen bir halette yaratıldı. İnsan insanca, hayvan hayvanca, orman yaşadığı Allah ormanca, tağ yaşadığı Allah tağca bu şekilde. Bunun özü del ayetteki fehede. Vellezî ahracel mer'a, yani bu zat ösümliklerini çıkardı. Yani canlıkla, hayvanla otlaydığı neslerini öndürdü. Meyli o otçup, la olsun, haşab işkisi otçup degen mənada. Fecealehu gusâen ahva. Anlakin bu otçuplarını qurugan, qara, yeşillik haletinden keyin qurugan qara holatga o'zgartib bali degani bunda chirg'an degan gap o'simliklarning haliqi qurugan holatini bali deb qo'yamiz. Ya'ni bu ilgari ba'da an kana nodiran zahiyan degani yop yeşil nayti çiçek bunda gül yeşillik holatda bo'lgandan keyin ashta holat keltirdi. Del bu otlaqtık menfaat mı? Onda otlaqtık menfaat onun alaqı haşim yabis degeni quruq holatga o'zgarib bo'lgandan keyingi menfaati mu hech kimga maxfiy emas. Yeşil holda ham menfaatlik, qurugan holdan keyin ham menfaatlik. Chunki u nurg'un hayvonlardan go'zal, yaxshi taom bo'ladi. Subhana man ahkama kulli shay. Ya'ni har narsani puxta yaratgan, puxta qilgan Alloh bak buyukdir, bak pokdir. A'ta kulli shay'in xalqahu summa hada degan oyatning mazmuni shu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala özünün kudretinin delillerini, vahdaniyetinin delillerini söylep boğandan keyin özünün Resulullah'a qilgan fazli merhamet ve in'amanatli qilib sanuqriuka fala tansa. Yani ey Muhammed biz seni bu büyük Kur'an'ı o'qitamiz, sen onu qalbingda yodlay saqlaysa, unutmaysa xotirjam bo'l. İlla maşallah. Allah unutishni xohlaganlarini unutsa, uningga nisbatan ko'ngling yerim bo'lmasin. Lekin Allah uning mansub qilishni xohlaganlarini sen unutsa. Mana bu oyat Peygamber Aleyhisselam için bir mucize. Çünkü Resulullah okuyamaydigan, yazamaydigan bir savatsız idi. Aşnu bilan birga Resulullah o'qitganlarini unutib qolmaydi. Resulullah'ın bu büyük kitapni öğrenmesden, tekrar qilmasdan yodlaydigan bo'lishi va unutib qolmasligi dal Peygamber Aleyhisselam'ning peygamberligining rostligiga eng katta faktlarning birisi. İbn Kesir davotida mana bu Allah subhanahu va taoladan bergan xabar va Allohning rasuliga qilingan va'da nimda o'qiydi, unutib qolmaydi degan va'da. Ya'ni bi annahu sayaqra'uhu qira'atan la yansa. Unutib qolmaydigan shaklda o'qiydiganligiga yoki bi annahu sayuqri'uhu Resulullahga unutib qolmaydigan shaklda bir o'qitadiganligiga berilgan nima va'da. İnnehu ya'lamul cehra ve ma yakhfa. Yani Allah subhanahu ve taala bendeler aşkar qılıvatqan ve yuşrun qıladigan söz ve işhareketlerin hammini biladi. La takhfa alayhi khafiya fil ard ve la fis sema. Osman yoki zamindagi hech maxfiy narsa Allohga maxfiy emas. Ve nuyassiruka lil yusra. Yani bizni kolay üçün asallaştırmamız digine biz seni kengri şeriat yani çekiga yetken en yuqori derecedeki kolay asan şeriatga bizni muvaffaq qilamiz. Bu şeriat samaviy şeriatlarning en asan en qulayi bo'lsin islom şeriati. Fazakir in nafa'atiz zikra. Yani ey Muhammed sen bu Qur'on bilan nasihat qilgin. Chunki nasihat manfaat qiladi. Fazakir bil Qur'an ma yakhafu wa'id degan oyatga o'xshash.
yoki vaznasiyat manfaat bersa, vaznasiyat qil degan ma'noda bo'ladi. Ibn Kasir davotida mushaydan ilm tarqitishga adab axloq ilinadi. Ilmni ahli olmagan kishilarning g'ayrining qishida qo'ymaydi. Xudo Ali radhiyallohu anhu degandek, sen aqli yetmaydigan bir ma'lum bir kishilarga aqli yetmaydigan gapni so'zlama. Unda o'g'anda so'zlab qolsang, kanat fitnatan li ba'di. Ularning ba'siga fitna bo'lib qoladi. Sening degan yaxshi gaplarni amaliyot ularga xato tushuntirib qo'ydi odatda. Yana bir rivoyatda davotida kishilarga ular bilalaydigan bir narsalarni so'zlanglar. Allohning Rasulini inkor qilishni ajaba yaxshi ko'ramisiz sizlar degan mazmundagi bir asar bor. Fazakkaru man yaxsha. Ya'ni mushu vaznasiyat bilan Allohning qo'rqadigan kishi manfaat oladi. Va yatajannabuhal ashqa. Buni rad qiladigan vaznasiyatni qabul qilishni yiroq bo'ladigan al-kafirul mubaligh fi shaqava. Ya'ni shaqiylikda chekiga yetgan kafir bo'ladi. Allazi yaslan narul kubra. Bu kafir qizdirilgan jannatning dovzaxning qizdirilgan dovzaxning o'tiga nayt echinishlik büyük bir dovzaxning o'tiga kiradi. Hasan davotida narul kubra degani oxiratning o'ti, sug'ra degani dunyoning o'ti. Summa la yamutu fiha va la yahya. Oxiratning o'tida o'lmaydi, tirilmaydi degani o'lib aram topmaydi yoki go'zal shaklda bir hayotni yashamaydi. Demak, u doimo azab shaqovatda bo'ladi. Qad aflaha man tazakka. Ya'ni o'zining qalbini, o'zini iymon bilan pokizlagan, o'zining ishlarini Rahman taologa xolis qilganlar nijot topdi. Robbining ismini zikr qilib, zakarasma robbihi fasqalla. Undan keyin Allohga namoz o'qigan, ya'ni Allohga bo'ysungan demakchi. Ya'ni o'zining Robbining buyukligini, jalolini eslab yaqitil qilib, fasqalla namoz o'qigan xushu, Allohga itoat qilish uchun, Allohning buyruqini ijro qilish uchun namoz o'qigan kishi nijot topgan bo'ladi. Balki kishilar sizlar bu fani dunyoni baqiy oxiratga ortiq ko'ryapsizlar. Sizlar shu fani dunyo uchun mashg'ul bo'lib oxiratni unutayapsizlar. Val axiratu xayru va abqa. Amaliyatda val hol degani amaliyatdagi ahvol oxirat dunyodan yaxshi va baqiy. Amaliyat bunda qarab baqsam bilg'ulgan narsa. Tarixda nurg'un kishilar o'tdi, kattalar o'tdi, podshohlar o'tdi, har imperatorlar o'tdi, dunyodan ketdi, hech narsa qolmadi. Bugungi kunda 100 yil ilgari ketganimizning asari yo'q. Dünyani soğugan insanlardan əsər yox bugünkü gündə. Qançılıq dünyanı tapqanlardan yox. Bunda digərlik dünya tapmaq, dünyanı soğumaq digərlik emas. Amma məsələ özünüzün bir dünyada, meyli siz qanday şəkildəki insan bulun, qaysı xil halətdə bulun, yoki katta bay olun, yoki katta bir səltənət egisi olun, dünyanın imtihan ekanligini unutmang. Ko'z oldingizga berilgandan hammasini sizga imtihan uchun berilgan bir narsa ekanligini unutmang. O'tib ketadiganligini ham unutmang. Çekidin aşmang, yeni rezilleşmang, birilmang, açgözleşmang. Sizning yeni bir hayotga ketayotganligingizni unutmang. Bu dunyodagi atrofimizdagi sizdagi berilgan butun imkoniyatning hammasining imtihon maydonidan kechish uchun berilganligini unutmang deyotdi. Qandaqmi aqlli odam tugaydigan fani narsani qilib qoladigan baqiy narsaga ustiga tanlasin, qandaqmi mag'rurlanadigan bir dunyoga ahamiyat berib, mangu qilib qoladigan, ya'ni mag'rurlanadigan, g'urur degan aldaydigan, odamni aldaydigan bir dunyoga ahamiyat berib, mangu qoladigan yurtga ahamiyat berishni tashlasin. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mushayatni o'qib, atrofidagi hamrohlarga dediki, bilamsizlar, biz dunyoni oxiratga nim deb avlo ko'rdik, nim deb dunyoni oxiratdan tanladik. Dedi ki yo'q dedi, chunki dunyo ahdarat va ajjalat lana bi ta'amiha. Ya'ni bizga o'zining taomlari, sharoblari, ayollari, lazzatlari, go'zalligi bilan oldirib keltirildi. Uhdirat va ujjilat kelina. Bizga oldirib keltirildi. Oxirat g'uybat va zuviyat anna bizdan g'oyib bo'lib yushirindi. Shuning bilan biz naxnasini yaxshi ko'rib, suyib, nasi kinkidigan narsani tashlab qo'ydik. Bu buning ahvoli deb. İnne hada la fi suhufil ula suhuf İbrahim ve Musa. Yani ma'u surada tilg'alangan vaznasiyatlar qadimgi suhuflar, yani İbrahim alayhisalomga, Musa alayhisalomga tushirilgan suhuflarda bu isbotlangan, yani yozilgan qoldirba. Bular dal shariat mas kelgan o'rinlardagi dinning savobitlaridagi masalalarni ko'rsatdi.
İlgari samaviy kitoblar buni sataratuhu xotirlagan bu haqiqatni mushu majid kitob xotirlagandek. Demak, bu dinning asosiy prinsiplari, aqida masalasi dinning prinsiplari, dunyo oxirat ko'z qarashi dinning asosiy prinsiplari. Bu prinsip Odam alayhisolamdan ta qiyomatga qadar bo'lgan bütün samaviy dinlarning hammasida o'rtaq prinsip. Buni qanaqadir dinlar o'rtasidagi farqni tushunib qolmanglar. Dinlar o'rtasidagi farq asosan ahkam masalalarida va bir qism masalalarda, e'tiqod masalalari, ko'z qarash masalalari aynı. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın tushirgan shariat ve Musa Aleyhisselam'ın tushirgan shariat, Muhammed Aleyhisselam'ın tushirgan shariat e'tiqod masalalarida dinning kulliyat prinsiplarida o'xshash. Buningda siz qanaqadir bizgimi ma kitob tushirgan, biz o'zimizdan kechib amal qilamiz, davomman demaysiz unda. Chunki kitobingizdagi aynı prinsip, aynı aqida, aynı qarash mushu Qur'onning o'zida bor. Yani inna hada la fi suhufil ula, suhuf İbrahim ve Musa. Biz davatqani shu kitoblardagi gapning aynisi. Shunga siz buningdan chetnashga, buni ammaslikqa, o'zingizni qo'shishga hech yo'lingiz yo'q. Davatudu Qur'on ularga xitob qilib. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.